Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonida Islom birdamligi o'yinlarining ikkinchi kuni bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda yurtdoshlarimiz 14 ta medalni qo'lga kiritdi. Shundan 3 tasi oltin, 7 tasi kumush va 4 tasi bronza medallaridir. Suzish bahslarida Mahdiya Muxtorova ayollar o'rtasida, Muhammad Ismoil Rahmonov esa erkaklar o'rtasidagi 100 metr masofaga biroz usulda suzish dasturida eng oxirgi pog'onalarni band etishdi. Og'ir atletikachi Diyorbek Ro'zmetov siltab ko'tarish dasturida 171 kg natija bilan 4-chi bo'ldi va musobaqani bitta kumush medal bilan yakuniga yetkazdi. 60 kg vazn toifasidagi charm qo'lqop ustamiz Madiyor Daniyarov Islom birdamligi o'yinlari yarim finalida Eron vakili Daniyal Shohbaxshni 4-1 hisobida yengib, final masalasini hal qildi. Muzaffarbek To'raboyev dzyudo bahslarining plus 100 kg vazn toifasidagi bellashuvlari g'olibiga aylandi. Hamyurtimiz finalda tojikistonlik Temur Rahimovni dog'da qoldirdi. Mahoratli dzyudochimiz Alisher Yusupov Ar-Riyoddagi o'yinlarni 3-o'rinda nihoyasiga yetkazdi. U bronza medali uchun jangda qirg'izistonlik Emirxan Joldosh Kaziyevni mag'lubiyatga uchratdi. Yusupov musobaqa yarim finalda Muzaffarbek To'raboyevga imkoniyatni boy berganini alohida ta'kidlash lozim. Bokschimiz Xumorabonu Mamajonova yarim final bosqichida Jazoir terma jamoasi a'zosi Selmou Chahirani 3-2 hisobida mag'lub etdi va hal qiluvchi bosqichga yo'l oldi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, O'zbekiston ahliga, bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha ustozlarimizga, rahbariyatlarga, ota-onamizga. Mana bugun yarim final janglarini ham o'tkazib oldik. Bu yilgacha men Pokiston bilan o'xshab g'alaba qozonib, bugun jazoirlik yaxshi soperligimni yutib, xudo xolisa finalga yo'l oldim. Ertagalik raqibam ozarbayjonlik qiz, xudo xolisa O'zbekistonga oltin medal bilan qaytib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish niyatimiz. Rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringga. Dzyudo terma jamoamiz a'zosi Irisxon Qurbonboyeva 78 kg vazn toifasida Islom birdamligi o'yinlari finalida turkiyalik Hilal O'zturkka mag'lub bo'lib, musobaqani kumush medal bilan yakuniga yetkazdi. Dzyudochimiz Umida Nig'matova esa bronza medal uchun kechgan bahsda Tunis vakilasi Sivar Duadiga mag'lub bo'ldi. Diyorbek Ro'zmetov 71 kg da og'ir atletikaning dast ko'tarish bahslarida 148 kg natija bilan ikkinchi bo'ldi hamda kumush medalga ega chiqdi. Futzal terma jamoamiz musobaqaning yarim final bosqichida Eron bilan bahs olib bordi va 2-4 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Vakillarimiz endi 11-noyabr kuni 18:00 da musobaqaning bronza medali uchun o'yin o'tkazishadi. Bokschimiz Zilolaxon Yusupova yarim finalda turkiyalik Rabia Topuzga 1-4 hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi va bronza medali bilan cheklandi. O'zbekistonlik dzyudochi Marjona Kuchinova bronza medali uchun kechgan bahsda Ozarbayjon vakilasidan ustun keldi va bronza medalini o'ziniki qildi. 90 kg vazn toifasidagi o'zbekistonlik dzyudochi Shahzodxo'ja Sharipov Islom birdamligi o'yinlari chempioniga aylandi. Hamyurtimiz hal qiluvchi bosqichda bahraynlik raqibidan ustun keldi. Yana bir dzyudochimiz Xurshida Razzoqberdiyeva finalda ozarbayjonlik Sudaba Agayevaga imkoniyatni boy berdi. Natijada kumush medalni qo'lga kiritdi. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Endi xursandman. Buni oltin qilishim kerak edi. Ozgina yetmadi. Endi ko'proq ishlab ustida Xudo xolasa keyingi musobaqalarda oltin qilib, ancha kutilgan musobaqa edi bu Islom birdamligi o'yinlari barchamiz uchun. Xudoga shukr. Tayyorgarligimiz juda yaxshi bo'ldi. Asosan chetda ziborlarimiz bo'ldi va oxirgisini shu Toshkentda yakunladik va keyingi rejalarimiz endi O'zbekiston chempionati, xudo xolasa 2026-yilga tayyorlanamiz. Hozir mana shu musobaqadan keyin yaqinlaringiz bilan gaplashdingizmi? Yo'q, ham gaplashmadim. Buyam telefon qilishmadi. Yo'q, hali o'tirishgan bo'lsa mana yaqinlaringizga, ota-onangizga, umuman yurtdoshlaringizga nima degan bo'lasiz? avvalambor muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Trenerlarimiz, doktorlarimiz, ota-onam hammasiga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu yergacha yetib kelguncha ular hammasining kuchlari menga kerak bo'ldi. Birgalikda ishlab mana shu yergacha yetib keldik. Doktorlarimizga kattakon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab, nima kerak bo'lsa qilib, suvimizgacha olib kelib berib turib, hamma doktorlarimizga kattakon rahmat. Minnatdorchiligimni bildirib qolamiz. Og'ir atletika bo'yicha 58 kg vazn toifasida Nigora Abdullayeva siltab ko'tarish mashqlarida ham kumush medalni qo'lga kiritdi. U shuningdek umumiy ikki kurash yakunida ham
kumush medalga sazovor bo'lgandi. Shu tariqa Nigora delegatsiyamiz hisobiga umumiy hisobda 3 ta medalni qo'shib qo'ydi. 60 kg vaznli bokschimiz Abdulloh Madaminov iroqlik bokschini mag'lubiyatga uchratdi va finalga yo'l oldi. 60 kg vazn toifasidagi bokschimiz Odinaxon Ismoilova yarim finalda pokistonlik raqibasini mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'l oldi. 54 kg vaznli bokschimiz Uzuk Jamol Yunusova yarim finalda turkiyalik raqibasiga yutqazdi va bronza medali bilan kifoyalandi. 65 kg vazn toifasidagi og'ir atletikachimiz Adhamjon Ergashev siltab ko'tarish mashqida 170 kg bilan oltin, ikki kurash hisobida esa 304 kg natija bilan kumush medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, Ergashev dast ko'tarish mashqida 134 kg natija bilan bronza medalga ham ega chiqqandi. Avvalambor assalomu alaykum, barcha xalqimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shunchalik qo'llab-quvvatlab turishganligi uchun yana avvalambor shu murabbiylarimga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun guvohi bo'lganinglardek juda og'ir jang bo'ldi. Bu men oxirgi marta xalqaro musobaqaga shu 2023-yilda qatnashgan edim. Undan so'ng ozgina xabarlar bor, dam oldim. Ancha nima deydi? O'zimga kelib, mana Xudoga shukr, shu 2023-yildan keyingi xalqaro birinchi musobaqam Islom birdamligi hisoblanadi. Endi Xudo xolasa bugungi musobaqamiz a'lo darajada bo'ldi, chunki 3 ta medal ham bor jamg'armamda. Endi Xudo xolasa bundan keyingi musobaqalarda ham nima deydi, bu kumush bronzalarni oltinga aylantirib, Xudo xolasa yanada xalqimizni, muhtaram prezidentimizni xursand qilishga harakat qilamiz.